Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana kanalimga qisqa videolarni qo'yib borishni boshladim. Ozgina ishlar bilan bo'lib vaqt bo'lmay kanalga video qo'yolmadim. Mana endi vaqtim bo'lib bo'shab kanalga video qo'yishni boshladim. O'zim bundan oldingi videolarimda aytganimdek, shu o'zimni ijtimoiy kommunal sohadagi, ya'ni shaxsiy kommunal sohadagi o'rganayotgan ma'lumotlarim, ya'ni o'zim shaxsiy xonadonimnikini o'rganyapman. Kommunal sohasidagi qonun qoidalarini endi o'zi bilaman. Endi yana nima deydi, men ham shu oxirigacha har bir nuqta virguligacha o'rganishga harakat qilib, shu shartnoma shartlarini, iste'molchi ta'minotchi majburiyatlarini, shartnomani kim bajarmaganda nima bo'lishini, shartnomalar qay holatda buzilishini, shartnomalar qay holatda tuzilishini, dalolatnomalar tuzilishini, ya'ni huquqbuzarlik bo'lganda ham aktlar qanday tuzilishini, bayonnomalar qanday tuzilishini, bayonnomalarda ham agar bir huquqbuzarlikni aniqlasa, unga mas'ullar, ya'ni tegishli mas'ullar shu yerda bo'lishi, ular ana shu narsani imzolashi, xolis guvohlar bo'lishi, bayonlar, aktlari ham qonunda belgilab qo'yilgan ekan. Bu o'zidan o'zi to'g'ridan to'g'ri buni huquqbuzarlik qildi, buni qonunni buzdi, manaqa qildi deb, bu to'g'ridan to'g'ri hech qaysi bir kommunal sohadagi tashkilot to'g'ridan to'g'ri akt yoki bayonnoma tuzolmaydi ekan. Chunki bu belgilab qo'yilgan ekan. Chunki xolislar u joydan fotosuratlar, ya'ni bu judayam nima deydi, bir kishi yoki ikki kishi bilan bo'ladigan protsess emas ekan. Buni o'zini tartib qoidalari bor ekan. O'zi bilardim-u, men yana ham o'qib ko'rdim. Qat'iy belgilangan tartib qoidalari bor ekan. Agar shulardan bittasi bajarilmasa ham, u kim u tuzgan dalolatnoma yo akti yuridik kuchga ega bo'lmaydi. Ya'ni kim shu taraflardan bittasi bajarilmasa ham, shu tuzilgan bayonnoma yoki akt hech qanday yuridik kuchda yoki maqomda bera olmaydi ekan. Uni o'qib chiqdim men. O'zi bilardim ammo yana ham bir qator ko'z yugurtirib o'qib chiqdim. Ya'ni kim oddiy misol shu gaz sohasini oladigan bo'lsak ham, men mana o'zim o'qib chiqib, shu belgilangan tartib qanday deb o'qib chiqdim. Shu huquqbuzarlik aniqlanganda uni shu aniqlangan vaqti, soati, fotosuratlari, tegishli mas'ullar, ya'ni o'zi yozib qo'yilgan shu qonunida kim kelishi, kimlar bo'lishi, shu odamlar, agar bu narsalar bo'lmasdan to'g'ridan to'g'ri aniq qilingan bo'lsa, u hech qanday yuridik kuchga ega emas deb belgilab qo'yilgan ekan. Ya'ni kim o'zi har qanday aktda, bayonnoma tuzilishda yoki bir qandaydir hujjat tuzilishda ham bu narsalar belgilab qo'yilgan ekan qonun bilan. Bu narsalarni yana o'qib, ayniqsa kommunal sohasida ham bor ekan, belgilab qo'yilgan ekan. O'zbekiston Respublikasini Vazirlar Mahkamasida mana 22 sonli qarorida shu, ya'ni mana gaz sohasini aytsak, mana men o'zim shaxsiy xonadonimnikini aytyapman, tabiiy gazni. 22 sonli qarorida Vazirlar Mahkamasini hisoblagichlarni gaz ta'minoti bazasiga kiritish, uni
Xullas, qiyoslovdan o'tkazish, barcha hujjat jarayonlarini biriktirish, jamiki bo'ladigan hujjat ishlarini tashkilotni zimmasida ekan. U belgilangan 22 Vazirlar Mahkamasining 22 sonli qarori bilan belgilangan ekan, tartibga solingan ekan. Har bittasi ta'minotchi o'z sohasidagi nimani ta'minlash shart ekan. Elektr energiya bo'ladimi, ichimlik suv bo'ladimi, tabiiy gaz bo'ladimi, hammasi ta'minlashi shart ekan. Ularni ham o'qib chiqib o'rgandim. Sekin-sekin o'rganyapmiz. Hammanglar sog' bo'linglar. Hammanglarga katta rahmat.